Assalomu alaykum barchaga. Bugun Sagna hududidagi yana bitta kvartiramizni remont ishlarini boshladik. Bu ishlar bilan ozgina tanishtirib o'taman. Xo'p, balkon qismimiz polimiz balandroq, polni buzib tashlaymiz, bir xil urovni bo'ladi. O'tiplet qilinadi. Bu derazalarimiz olib tashlanib, bu yerda bitta to'rtburchak arka bo'ladi. Mana bu qo'porib tashlanadi. Eshiklarimiz hammasini olib tashlaymiz, o'rniga yangi eshik bo'ladi. Devordagi aboylarni shilib tashlab, o'rniga boshqatdan yangi aboy yopishtiriladi. Hamma joyimiz aboy bo'ladi, patologlarimiz kraska bo'ladi. Mana bu hozirgi holati. Biz ish davomida qo'yib boraveramiz, keyingi holatni ko'rasizlar. Hojatxona kafillarni olib tashlanadi, pol devor buzib, boshqatdan yangi kafil teramiz. Hammamiz ham xuddi shunaqa pollarni buzib tashlab, devordagi kafillarni buzib, boshqatdan kafil terlab, vanna almashtiramiz. Oshxonaga devordagi kafillarni hammasini buzib tashlab, faqat fartok qismiga kafil bo'ladi. Bu yerda ham balkon qismini ham polni buzamizda bir xil urovna bo'ladi. Pol qismimiz hamma joy laminat bo'ladi. Bu yerdagi moykalarni olib tashlaymiz, gaz plitani olib tashlab, bu yerga bitta bochka qo'yib beramiz. Uy egasi shuni xohladi. Shu yerda bitta bochka bo'ladi, yonki suv uchun. Xo'p, qolgan ishlarni yana video davomida qo'yib boraveramiz.